tashlab nafig kerak. Odamlarga xizmat qilish urovingga bo'ladi. Men o'zim pulga, moddiyatga to'yinmagan bo'lsam, men boshqa insonlarga berishim o'ta qiyin bo'ladi. Ommaga o'zimni ko'rsatishdan chekinaman. Ya'ni katta menga e'tibor nazar qarasa, o'zim orqaga tortaman. Misol doim menga bo'ladi, qaytarilyapti bu. Endi populyarniy bo'laman deb, mashhur bo'laman deb, sraz orqaga chekinaman. Bo'laman deyman, orqaga chekinaman. Qarang, turib tursiz, menda o'zim mikrofon bor. Savol nimada bo'lyapti shunda? Katta e'tibordan qo'rquvmi? Ili mashhurlikdan ham bo'ladi, uni tagida e'tiborda. Nima xohlayapsiz? Misol uchun mana shu narsaga erishsangiz, katta e'tibor menga qarasa, men o'zi sentrda bo'lishni yaxshi ko'raman-da. Shunaqa bor, потребностьim bor, вниманиеda bo'lish, sentrda o'rtada bo'lish, markazda bo'lish потребностьim bor. Hozir qarang, figuralar sizni hissingizni bu yoqdagi qizlar ochib berishadi. Bularga figura beraman, siz birinchi figura bo'lasiz, siz ikkinchi figura bo'lasiz. Qabul qiling, siz birinchi figurasiz. Bularning hissiyotlariga ulandingiz. Ismingiz? Maftuna. Maftuna, siz Maftuna emassiz? Nilufar. Nima his qildingiz birinchi figurada? Ularnikini aytishim kerakmi hozir yo o'zimni his qilayotganlarim? O'zingizni his qilayotganingizni ayting, ularnikini aytmang. Hozir prosta men sizga figura berganimda birinchi bo'lib sizda nima balkim fikr, hayajon sezdim. tanada reaksiya ham uyg'onadi. Hayajon. Qanaqadir o'zimni bekitish yoki olib qochish bo'tdan hozir. Og'irlik bor. O'zingizni mana shu his qilganingizda necha yosh his qilasiz? O'zim yoshimda Necha? 23. Tak, rahmat. Siz ikkinchi figurasiz. Ma'mura. Ma'mura emassiz, Nilufar hissiyotlariga ulandingiz. Nima his qilasiz? Tanangizda qanaqa reaksiya bo'lyapti yoki qanaqadir fikr keldimi, nimadir reaksiya bo'ldimi, ayting. Tanamda hozir to'lqin bor. Bunaqa jimirlashmi, yengil anaqa energiyani his qildim hozir. Noaniqlik. Qotib qolishmi, noaniqlik bor. Shu, rahmat. Qarang, hozir bular gapirganlarida sizda qanaqadir his uyg'ondimi? Noaniqlik bor, qotib qoldim dedilar. Bularning vzgladlari nuqta bitta joyga qarab turibdi. Lekin xuddiki bilib olmayaptilar o'sha narsani. Sizda qanaqadir reaksiya uyg'ondimi? Yo'q. Uyg'onmadi? Nima his qildingiz hozir shularni eshitganingizda o'zingiz, Nilufar? Bularga nisbatan sovuqlik, bular his qilgandaki, bunda nimadir bor, qanaqadir. Ana chuqurligiga kirishim kerak degan, sho'ng'igingiz keladi-yu, shunaqa narsa bo'ladi unga qarasam. Qarang, raqamni necha yosh dedingiz? 23. 23 yoshman dedilar. 23 yoshingizda sizda qanaqadir orzuyingizga, xohishingizga, maqsadingizga переломный ishonmaslik momenti bo'lganmi? O'sha etaplaringizda. 23 yoshimda. Da, вообще anaqaga tushganda o'zimni tubiga tushgan paytim deb o'ylayman. O'sha vaziyatingizdan hali chiqmagansiz, o'sha vaziyatdasiz. Chunki qarang, bo'ldi, men figuralarni eshitdim sizlardan. Bu siz edingiz, bu sizni ichingizdagi qo'rquv edi. Ya'ni ichingizdagi holatingiz. Bu noaniqlik, sizda maqsad aniq emas. Mana aytdim-ku, siz nima xohlayapsiz deganimda, aytdingizki, как бы men o'zimni sentrda ko'rish xohlayman. Sizda bizda maqsad moddiy narsa bo'lishi kerak. Moddiy narsa odamlarga xizmat qilib berish kerak, foyda keltirish kerak. Siz hozir odamlarga xizmatda o'zingizni moddiyat bilan to'yintirishda emas, bu tarafingizni ko'proq yopmoqchisiz. Ya'ni og'rig'ingizni yopmoqchisiz. Tushunasizmi? Ya'ni sentrda bo'lishi. Demak, o'sha 23 yoshdagi vaziyatingizni hali to'laqonlicha hal qilmagansiz, chiqib ketmagansiz holatdan. Maqsadi yo'q, aniq maqsadi yo'q. Buni misol uchun maqsad qo'yasiz, deylik, men uy olmoqchiman. Uy olmoqchiman, menga uy kerak. Xo'p, bu qanaqa boshqa insonlarga xizmat qilib beradi uy?
man uy olsam, man o'qiyapman, bilim olyapman, ayollar bilan ishlayapman, man qanaqadir tarzda ayollarga natijamni ko'rsatyapman. Ya'ni sen ham qila olasan, seni ham qo'lingdan kela oladi. Demak, uy men uchunmi faqat? Yo'q. Uy xizmat uchun bo'lyapti-da. Sizda bu hozircha moddiy narsa emas, xizmat emas. Imенно o'zingizni mana bu joydagi og'rig'ingizni yopish anaqasidasiz. Bunga kelmaydi narsa, masshtab. Siz chiqmoqchi bo'laverasiz. Misol uchun pul tikasiz, ishlaysiz, ko'p ishlaysiz, lekin ma'mur yopmoqchisiz. Bunga kelmaydi. Tushundingiz? Bunga kelmaydi, maqsadga keladi. Maqsad hali noaniq. Поэтому uzoqni ko'rib olasiz, qila olasiz, qo'lingizdan keladi, lekin maqsadingiz boshqa narsa. Maqsadingiz o'sha 23 yoshdagi og'rig'ingizda hali. Chunki biz moddiy narsa xohlaymiz-ku, moddiy любой narsa bu biz uchun bo'lmaydi hech qachon. Moddiy narsa atrofdagi insonlar uchun bo'ladi. Chunki hozir biz shu yerda mana bizga hech narsa kerak emas. Bunday olib qaraysiz, biz maza qilib yashayapmiz. To'g'rimi? Moddiy narsa ham kerak emas. Moddiy narsa kerak deganimizda, men xohishimizdan qondiramiz, bu xohishimizdan qondirib maza qilyapman, lekin bu qanaqa yana insonlarga foyda keltiryapti? Tim bo'lsa siz служащий insonsiz-da, ya'ni xizmat qiladigansiz. Biz xizmatda bo'lsak, bizani уже keyingi уровень odamlarga xizmat qilish уровеньi bo'ladi. Chunki men birinchi moddiyatimni to'ydirib olishim kerak. Agar men o'zim pulga, moddiyatga to'yinmagan bo'lsam, men boshqa insonlarga berishim o'ta qiyin bo'ladi. Shuning uchun inson o'sish kerak. Birinchi o'rinda pulda обязательно o'sish kerak. Pul topish kerak, moddiyatdan to'yinib olish kerak. Kiyim deysizmi, og'riq hamma narsaga to'yinib olishingiz kerak-da. Keyin siz уже xizmatga o'tamiz. Ya'ni meni qo'limdan nima keladi, tam ismim yoki men psixolog, men tikuvchiman. Demak, men xizmat qilyapman. U ishga kirmaydi-da, ya'ni ertasiga kuni mazza qilib ishlayapman. U mazza qilib ishlash bo'ladi. Mana shu holatga sizni потребностingiz yopiladi. Ammo olib qarasangiz, masshtab boshqa narsa kerak emas. Boshqa narsa masshtab kerak emas. Nima uchun masshtab kerak? Bundoq desangizda. Agar men o'zim ishimni yaxshi ko'rsam, hamma joydan menga daromad ham kelsa, mazza qilsam, hamma narsam to'liq bo'lsa, menga masshtab nafig kerak. Kerak emas. Masshtab